Biz bu lavozimda abadiy qolmaymiz. Katta pora berib keldik, endi o'sha porani kamida 100 barobar qaytaramiz. Hovlili uy egalariga yaxshi uy beramiz deymiz. Uyni buzib, joyini sotamiz, keyin o'zimiz qavat quramiz. Bitta uy 30 ming dollarga bitadi. Biz uni 300 mingga sotamiz. Ko'rinishi chiroyli, narxi osmonda, xalq baribir oladi. Mayda tadbirkorga yer sotamiz, ruxsat beramiz. Keyin qoidabuzar deb bosamiz, yerini davlat nomidan tortib olamiz. Xalq shovqin qilsa, aybni tadbirkor va sudyaga ag'darib qo'yamiz. Bir ikkisini ishdan olsak, hamma tinadi. Xo'p, Bergan joylarimizni hamkora quruvchiga beramiz. Bizga ulush keladi. Qog'ozda hammasi investitsiya bo'ladi. Ular va'da beradi. Yangi uy, kompensatsiya. Odamlar ishonadi. Chunki qo'rquv ham, umid ham aralash. Sizga markazdan kvartira, hujjat tez, hammasi tayyor. Faqat rozilik imzosini bugun berasiz, xolos. Imzo bo'lsa ish yuradi. Savol ko'p bo'lsa navbat cho'ziladi. Sizga yaxshilik qilyapmiz, tushuning. Hali va'dadagi uy ko'rsatilmagandi-ku. Nega shoshilyapsiz? Bolam bor, qayerga boramiz endi? Qurilish boshlandi, odamlar nihoyat deydi. Biz esa vaqtni yutamiz, pul oqadi, savol so'nadi. Buni renovatsiya deymiz. Hamma hujjatda chiroyli, aslida esa joy oltin. Oltinni kim ushlasa, yutadi. Ruxsat sizniki. Faqat tez boshlang. Hujjatlar mayda tuzatishlar bilan keyin ham bo'ladi. mana qoidaga zid. Endi ish to'xtaydi. Masalani yumshatishim mumkin, lekin shartlar o'zgardi. Men hammasini ruxsat bilan boshlagandim. Nega endi jinoyatchi bo'lib qoldim? Bu adolat emas. Obyekt vaqtincha davlat balansiga o'tkazildi. Sabab xavfsizlik. Qolganini sud hal qiladi. Uyni buzishdi. Va'da qog'ozda qoldi. Endi ijaraga ham pul yo'q. Bolalar sovqotyapti, kim eshitadi? Arizangiz qabul qilindi. Javob 30 ish kuni. Keyingi oyning boshida keling. Hozir tizim ishlamayapti. 10 qavatli uy, lift, parkovka bor. Bugun to'lasangiz arzonroq. Ertaga narx ko'tariladi, imkonni boy bermang. Telefon o'chiq. Ofis yopiq. Biz pulni qayerga berdik? Kim javob beradi? Hech kim topilmayapti. Ko'ryapsizmi? Aybdor quruvchi, biz tekshiruv deymiz, xalq esa g'azabini boshqaga sochadi. Biz toza qolamiz. Uyimiz ketdi, pulimiz ketdi. Bizga faqat javob kerak. Qachon uy berasiz? Qachon kompensatsiya bo'ladi? Tarqaling. Ruxsatsiz yig'ilish mumkin emas. Talabingiz bo'lsa, yozma murojaat qiling. Hozir yo'lni tovusmang. Obyekt atrofida firibgarlik holati aniqlandi. Ayrim tadbirkorlar fuqarolarni aldab mablag' yig'gani ma'lum bo'lmoqda. Biz tizimni tozalayapmiz. Odamlar ko'rsin. Davlat kurashyapti degan rasm kerak. Men ham buyruq bilan qildim. Ruxsat ham berishdi. Endi hammasi mening bo'ynimga qoldimi? Qurilishni bizga topshirasan. Shunda yo'qolib ketasan, men chetga chiqib yashaysan. Aks holda izing ham qolmaydi. Mayli, hammasi sizniki bo'lsin. Faqat oilamga tegmang. Men ketaman. Bu yerdan tirik chiqishim kerak. Ajoyib. 2 marta yutdik. Avval yer sotildi, keyin qayta qo'lga kirdi. Endi qutqaruvchi bo'lib qurishni yakunlaymiz. Odamlar yana boshlandi deydi. Biz esa muddatni cho'zib, narxni oshiramiz. Bozor degan so'z hammasini yuvadi. Ijaraga ham yetmayapti. Va'da berganlar yo'q. Bolam maktabga boryapti. Men esa uy so'rab eshikma-eshik yuraman. Mana hamma kvitansiya. Kim aldadi? Qaysi idora ruxsat berdi? Men faqat haqiqatni istayman, boshqa narsa emas. Ariza ko'p, javob kam. Odam charchaydi, tizim esa charchamaydi. Unutish eng arzon yechim. Bir necha milliard yetadi. Keyin Dubay u yerda savol so'rashmaydi. Bu yerda esa hamma tez unutadi. Men ko'rdim. Imzolar, buyruqlar, ulushlar. Endi jim tursam, men ham sherikman. Buni to'xtatish kerak. Menga hujjat keldi. Kimlar foyda ko'rganini tekshiraman. Ismlar shart emas ham, sxema ko'rinsin, xalq tushunsin. Bitta joy 3 marta sotuv, bitta imzo 10 marta foyda. Qurbonlar esa mendan bir umr ijara.
Hokimni va bir nechta atrofidagilarni ishdan olamiz, biz yana ishimizni davom ettiramiz. Hamma ayb hokimda deb biladi.